Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan intervyu hayot loyihasi. Bugungi intervyumizning mehmoni Namangan viloyati Chortoq tumani Karasyon shaharchasining 33-o'rta ta'lim maktabining zam direktori Abdurasul Nurmatov bilan bir kunlik ish kunlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qalin bo'lsa, oldilariga kiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi turibsiz? Rahmat. Xush kelibsizlar. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, Selamat turibsizlarmi? Qana bo'lsa birinchi bo'lib Qani? qaytib olamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshisizlar, shu maktabning direktori Oqboy Bahriyev bo'ladilar. Domla shu maktab haqida ikki og'iz fikringizni bildirib keting. Maktabimiz 1990-yilda qurilgan bo'lib, mana shu maktabda 25 yil davomida faoliyat olib kelyapman. Maktabimiz juda ko'p shu tarixiy yutuqlarga ega bo'ldi desak noto'g'ri bo'lmaydi, albatta. Ayniqsa shu keyingi 5-6 yil oladigan bo'lsak, oliy ta'limga kirish masalasi bo'yicha ham o'quvchilarimiz yiliga 65-70% kiryapti oliy ta'limga. Ayniqsa bu yilgi o'quvchilarimiz byudjetga kirgan o'quvchilarimiz tumanda 3-o'rinda turibdi. O'yin hisobida shu 5-6 o'rinda boryapmiz. Maktabimiz yaqinda shu zamonaviy maktab degan maqomga ega bo'ldik. Maktabda 1200 nafar o'quvchimiz bor. 97 nafar oliy ma'lumotli o'qituvchilar ta'lim tarbiya berishadi. Asosan oliy toifali o'qituvchilarimiz 12 nafarni tashkil etadi. Birinchi toifali o'qituvchilarimiz ham 45 nafar. Intervyu uchun kattakon rahmat, sog' bo'ling. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Yaxshi turibsizmi? Rahmat, rahmat. O'zingiz tanishtirib o'tsangiz. Men ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Saidmamatov Rashinoy. Mana shu 11-A sinfga 5-sinfda qabul qilganman. Hozirgi kunda mana 11-A sinf o'quvchilari bo'lishdilar. Sinf rahbarlik qilib kelaman. Bugungi mavzuyimiz mening huquqlarim. Demak, kelajak soatimizning bugungi mavzusi mening huquqlarim borasida ketadi. Kelinglar bolalar, huquq o'zi nima? Shu haqida bir fikrlashib olsak. Keyin uni umumiy tushunchasini men sizga nima qilaman? Tushuntirib o'taman. Demak, huquq nima? Yodgorbek, qanaqa huquqlarni bilasiz siz? Huquq avvalo inson sha'ni erkinligi va kafolatlangan huquqi asosidir. Huquqlardan biri tiriklik va xavfsizlik huquqi, ta'lim olish huquqi, sog'liqni saqlash huquqi, ozodlik va fikrlash bildirish huquqi va adolat va munosabatni himoyalovchi huquqlardan biri hisoblanadi. Yaxshi. Domla sinfga kirdik, o'quvchilarni ko'rdik o'zimiz, obunachilarimiz ham o'zlari guvoh bo'lishdi, xudo xohlasa o'quvchilar yaxshi ta'lim tarbiya olib kelishyapti ekan. Endi o'zingizni obunachilarimizga qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Men ushbu maktabda ma'naviy ma'rifiy ishlar yo'nalishi bo'yicha o'rinbosarlik lavozimida faoliyat olib bormoqdaman. Bunga mana 5 yil bo'ldi, xudo xohlasa. Va shu vaqt ichida o'quvchilarning bilim olishi uchun, ularning xulqi, odobi, ta'lim tarbiyasi biz uchun eng asosiy masala bo'lib keladi va biz doimiy faoliyatimizni soat 8 gacha bo'lgan vaqt ichida o'quvchilarni maktabga kutib olishdan boshlaymiz va ikkinchi navbatda dars jarayonlarini tashkil etish va o'quvchilarni davomati. Endi har bir sohaga kirganda biror sabab bo'ladi yoki biror kishi sabab chiqib qoladi. Sizga nima sabab bo'lgan shu sohaga kirishingizga? Ta'lim sohasida faoliyat boshlaganimga hozir 25 yil bo'ldi. Va ta'lim sohasiga qiziqishimga o'sha oiladagi muhit va o'quvchilik paytimda ustozlardan olgan bilimim sababchi bo'lgan deb o'ylayman. O'qituvchi bo'laman deb uyingizdagilarga aytganingizda nima deyishgan uyingizdagilar? Ular qo'llab-quvvatlagan. Shu sababli ham mana yaxshi ishlab kelyapmiz. Aha. Shu maktabning oxirgi 5 yil ichida nimalar o'zgardi? Oxirgi 5 yil ichida maktab o'ziga 5 milliard so'm atrofida hukumatimiz tomonidan mablag' kiritildi. Bu juda katta summa. Jihozlashga, ta'mirlash uchun ishlatildi bu mablag'. Hozir bu maktabda nima kamchiliklar bor? Chunki hozir bizning davlatimiz rahbarlari ham ko'rib turishgan bo'lishi mumkin. O'shanga aytsangiz, xudo xohlasa yechimi topiladi. Hukumatimiz tomonidan o'quvchilarning bilim olishi uchun hamma imkoniyatlar qilingan. Hozir ayni vaqtda masalan qanaqadir katta kamchiliklar mavjud emas desak bo'ladi. Chunki
hamma imkoniyat borda bolani bilim olishi uchun. Sinfxonalar hammasi jihozlangan, keng, shinam, issiqlik hammasi joyida. Rahmat katta sizga. Sog' Ishlaringizga bo'ling. rivoj. Salomat bo'ling.